Türkiyədəki Tungan. Abdori Abduvali Ayub. 2017 yıl avgust aylarında Amerikalik muxbir Jerry Shea Türkiyəyə keldi. İstanbulda yaşaydigan Adil akamiz Safaköydəki bir məscid hovlisidagi çayxanada o'zi turmada ko'rgan zulmlarni Türkiyədə ko'rgan rohatlarga selishtirib so'zlab berdi. U Türkiyəyə kelish sababini Xitoyning zulmiga, Uyg'urlarning asli turk bo'lmaganligiga bog'ladi va Türkiyəni ikkinchi ona vatanim deb tushuntirdi. Adil akamiz bu do'stona muxbirni yoqtirib qoldi va ishinib ketdi bo'lg'ay, Uyg'urning Türkiya uchun har qachon mal desa mal, jon desa jon tikib, fidokorlik ko'rsatish irodasini jakarladi. Jerry bir pas o'ylanib, idorasi bilan bu temani yozmaslik haqida paranglashib beqish uchun bizdan yiroqqa ketdi. Men Adil akamga muxbirga bak ishinib ketmaslik, so'zlaganda ma'lum millatni nishonga olmaslik, Uyg'urlar mundaq qaraydi deganning o'rniga men mundaq qarayman deyish kerakligi haqida taklif berib qo'ydim. Ammo Adil akamiz qabul ko'rmadi. Uningga Turkiyada bizning turk millatchiligiga va ummatchilikka moyil so'zlarni ko'p qilishimizning foydasiz ekanligini, bu davlatda 10 milliondan ortiq Kurdning va ummatchi Oq partiyaga o'ch necha million kishining yashaydiganligini deganim, uning texmi nervisiga tegdi bo'g'ay. Abduvali muallim, biz musulmon, shunga ummatning davosini qilmiz. Bu Kurdlar bag'u bizdagi Tunganning o'zi. Ular musulmon emas, xuddi Tunganlar Xitoyning g'alchisi bo'lgandek, bu Kurdlarmi Amerikaning mashkisi dedi. Kurdlarni tema qilgan munozara masjid hovlisida boshqa jamoat bilan qator o'ltirib asrga tahorat elayotgandimi davom qildi. Uning biz degan turk, bu tuproq bizdek asli turklarning jon tikib qo'g'dishiga muhtoj. Bo'lmasa Kurdlar Amerika bilan birlashib vayron qiladi deyishi bilanla balo terildi. Tuyuqsiz yenimizda tahorat elayotgan, chochlaridan tortib qoshlariga qadar seriq bir odam bizga vaqirab ketdi. U g'azab bilan: "Nima Kurd Amerika deyishib ketsan? Kim sen turk deydi? Kim Turkiyani turklarning zimini deydi? Bu davlat bizning emasmikan? Mana men Turkiyalik. Bu yerning egisi mana men. Sen chet elliklar necha ming kilometr yiroqdan kelib, o'zingni turk deb texi bizga baho bergidek bo'lishdingmi?" deb vaqirdi. Mening parangimiz boshlangandila mushundaq bo'lishiga tayyorliqim bor edi. Chunki Safakoyda Kurdlarning xilali ko'pligini bilatdim. Ular odatda o'zini turk demay Turkiyalik deydi. Odatda Turkiyada bir odamning turk yoki Kurd ekanligini ayirmoq tas. Ammo paranglashganda ishlatgan so'zi ularning kimligini aytib beradi. Araga tushib yolg'iz ajratib bo'lolmadim. Atrofimda ajratishlar va ajratgan bo'lib tomoshabin bo'lishlar bo'ldi. Ammo ushtum tekkan bir qancha musht Adilkamning engaklariga yo'q, musofirlikda ezilgan yuraklarga tegib ketdi.
2017 yıl 26 avgust İstanbul. İzahat. Yuqoridagi yazma 2 yil burun yezilgan yazmada paketlarni keltirib va tahlil yurgizib, Uyg'urlardagi turk millatchiligi haqida bir qadar tafsiliy to'xtalgan edim. Bu qitim faqat bir paketni chiqarib qo'ydim. Qolgan paketlar va tahlillarimni bir qism Uyg'urlar mushuninga o'xshash temalarni hazm qilolg'idak bo'lganda ondan e'lon qilay. Hozirgi ahvoldan qaraganda ko'pincha do'stlarimiz insonparvar Uyg'urlikdan texi yiroq ekan. Bu temalarning chiqarilishi biri Uyg'urlarni yana 2018 yildagiga o'xshash Suriya oldingi sepiga madad berish, o'zini askarlikka tizimlatish, bu urushga aralashib ziyon tortishdan ogohlantirishdir. Bizning siyosiy arboblar shu chog'da tashkillagan yuqoridagi u ishlarning biz bilan hech bir aloqasi yo'q edi. O Turkiya hukumatining ishi edi. Bu qitimmo urush boshlanibla bir Uyg'ur tashkiloti qo'llab bayonot e'lon qildi. Bu temani yezishdiki yana bir zaruriyat yuqoridagi arboblarga agashgan Adil akamizga o'xshash sadoqatman Uyg'urning turkdan o'ta turkchilik qilib tayoqqa qolmasligini tavsiya qilish uchundir. Men Uyg'urni qurbon qiladigan har qanday ulug' g'oya, ideya, harakat va tashabbuslarga qarshi. Chunki harakatni va tashabbusni arboblar qilgan bilan tayoqqa agashgan sadoqatmanlar qoladi. Tugidi.